Xudo o'rnatgan ichki navigator. Zamonaviy mashinalarni bilasiz. Ularning ichiga zavoddan chiqishidayoq GPS navigator o'rnatilgan bo'ladi. U sizga qayerga burilishni, qayerda jarlik borligini va manzilga qanday yetib borishni ko'rsatib turadi. Xudo ham insonning yaratganda uning miyasiga va qalbiga dunyodagi eng kuchli GPSni o'rnatib qo'ygan. Buning ismi aql va vijdondir. Qur'onda yuzlab marta aql yuritmaysizlarmi, tafakkur qilmaysizlarmi deyilishining sababi shu. Xudo bizga men senga navigator berdim. Uni yoq, ishlat va to'g'ri yo'lni o'zing topib bor demoqda. Lekin mullalar nima qiladi? Ular bu GPSni yoqishni taqiqlab qo'yishadi. Navigatorni o'chir. Menga ergash psixologiyasi. Mullokratiya millatning qulog'iga 100 yillar davomida bitta zaharli virusni quyib keldi. Sen o'zing Qur'onni o'qisang adashasan. Aqlingga suyansang kofir bo'lasan. Dinni faqat biz tushunamiz. Sen hech kimsan. Shuning uchun miyangdagi GPSni o'chirda, rulni bizga topshir. Bu nimaga o'xshaydi? Siz o'z mashinangizda ketyapsiz, ichida zo'r kompas va xaritangiz bor. Lekin yo'lda bir to'da taksistlar to'xtatib, sizga aytayapti: "Ey birodar, bu xaritani sen tushunmaysan. Uni faqat akademiklar tushunadi. Yaxshisi ko'zingni latta bilan bog'lab ol-da, orqa o'rindiqqa o't. Rulni menga ber. Manzilga o'zim olib boraman." Millat shunga ishondi. Aqlini ishlatishdan qo'rqib qoldi. Ko'zini bog'lab, o'z hayotining, o'z iymonining rulini allaqanday chalasavod mullokratiya a'zolariga topshirib qo'ydi. Soxta taksistlarni cheksiz labirinti. Xo'sh, mullokratiyaga odamlarning ko'zi bog'liq bo'lishi va aqli o'chik bo'lishi nega kerak? Buning sababi mutlaq hokimiyat va monopoliya. Agar odamlar o'z aqli, ya'ni GPS bilan yo'l topsa, unda mullokratiyaning keragi bo'lmay qoladi. Ularning millionlab pul topadigan marakalari, pullik xatmi, o'zlarini avliyo qilib ko'rsatishlari bir pulga qimmat bo'lib qoladi. Shuning uchun ular xalqni qorong'u labirint ichida aylantirib yurishadi. Bugungi ahvolimizga qarang. Odamlar shu darajada aqlini yo'qotganki, hatto eng kulgili, eng maishiy narsalarni ham o'zlari hal qila olmay, mullalarga yugurib borishadi. Qoraka, choyni tikka turib ichsam bo'ladimi? Ayolimga gul sovg'a qilsam gunoh emasmi? O'ng oyog'imda kirdim. Namozim buzilmaydimi? Ular insoniyatni mustaqil fikrlay olmaydigan, hatto nafas olish uchun ham tepadan ruxsat so'raydigan zombilarga aylantirib qo'yishdi. Agar davrada kimdir chiqib olib, biz oddiy odammiz. Biz dinni, Qur'onni tushunmaymiz. Aqlimiz yetmaydi. Falonchi ulamo nima desa ko'rkorona ergashishimiz kerak. Savol berish mumkin emas, deb aqlni pastga urayotgan bo'lsa, mana bu gapni miyasining o'rtasiga qadab qo'ying. Xudo Qur'onda tafakkur qilmaysizlarmi deb insonning aqlini koinotning eng oliy mezoniga chaqirgan bir paytda, siz qanaqasiga Xudo bergan ichki navigatorni o'chirib tashlashga chaqiryapsiz? Sizning mullokratiyangiz odamlarning ko'zini bog'lab, rulni tortib olgan soxta taksistlarga o'xshaydi. Sizlarga odamlarning uyg'onishi, savol berishi va mustaqil fikrlashi eng katta dahshatdir. Chunki ko'zi ochiq odam sizdan yo'l so'ramaydi. U Xudoning so'zini o'zi o'qib, o'zi tushuna oladi. Sizlar dinni monopoliya qilib, bizsiz Xudoga yeta olmaysan degan soxta bojxona qurib olgansiz. Odamlarni aqlsiz, go'dak darajasiga tushirib, har bir qadamida sizning fatvoingizga muhtoj qilib qo'yganingiz bu millatga qilingan eng katta xiyonatdir. Bizga ko'zimizni bog'laydiganlar emas, Xudo bergan navigatorni yoqishni o'rgatadiganlar kerak.